Alo. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dunyodagi eng mehribon, samimiy Kumushxon sizmisiz? Ha, men. Men kutilmagan qo'ng'iroq loyihasining kunduzgi dasturlarida yakshanba dasturi orqali siz bilan Ruhshona jonli efirdamiz. Bugungi eng unutilmas 21 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Shodlik quvonchlarga bo'ling hamxona. Baxt sizga bir umr bo'lsin koshona. Umringiz har kuni gullarga to'lsin, mehribon insonim. Bugungi tavallud ayyomingiz bo'lsin muborak deya kutilmagan qo'ng'iroq Ruhshona tabrik jamoasiga bir oydan buyon iltimos qilayotgan qaysi mehribonlaringiz sizga tabrik yo'llagan bo'lishi mumkin? Kim bergan bo'lsa ekan? Shuni topsangiz, sizga bitta sovg'amiz bor. Kim bergan bo'lsa endi? Bilasizmi? Sizga yordam beraman. Sizni bugun juda ko'pchilik tabriklaydilar, tabrigimiz davom etadilar, lekin ijtimoiy tarmoqda ancha vaqtdan buyon qachon meni yaqinimni tug'ilgan kuni bo'lsa, onlayn tarzda tabriklashni juda ham xohlagan edim. Bugun meni bebaho insonim, qadrli insonimni tavallud kuni keling, shu meni xohishlarimni bugun amalga oshiraylik degan kim bo'lishi mumkin? Yo xolam berganlar, yo yangam berganlar. Yo'q, topa olmadingiz. Opam berdilarmi? Hoji bobo kim bo'ladilar? Dadam. Ana! Bugungi shukrona kuningiz bilan Erkatoy ona qizimni tabriklab qo'ying. Qilichbek Hoji bobo mehribon dadajoningiz nomidan, Gulchehraxon opa nomidan, Mehriniso opa hamda Umidjon, siz topgan yangalaringiz Ruhshonaxon, ukangiz Quvonchbek, barcha yaqinlaringiz nomidan, jiyanlaringiz Shahrozbek, Imonaxon, farzandlaringiz Muhammad Umar bilan Mustafa sizni farzandlaringizmi? Ha, men farzandlarim. Mana ana shu barcha yaqinlaringiz vaqtiga sog' salomat bo'larkansiz. Rahmat. Aytdilar, shunaqangi ozgincha e'tibordan ham shunaqa to'lqinlanib ketib xursand bo'ladilar. Ruhshonaxon, tabrik noodatiy chiqsinlar. Bizni mehribonimizni chiroyli qilib meni nomimdan, meni yaxshi ko'rishimni siz yetkazib qo'ying dedilar. Kattakon rahmat hammalaringizga. Nur ziyoga to'la koshonam, baxt iqbolga yordir peshonam, mehribonim, munis parvonam, baxtimga seni ko'p yasha bolam. Hech kimsadan qilmasgina, sen bor ko'ksi tog'dir kamina, har so'zing hikmat xazina, baxtimga sen ko'p yasha ona qizim, iymonim bud ezgu tilakcham, duolib kam bo'lmading hech ham, senla yorug' dunyolarim ham, baxtimga sen ko'p yasha ona qizim deya dadajoningizni, mehribon insonlaringizni tabrigini qabul qilarkansiz Kumushxon. Rahmat. Kutmagandim, umuman kutmagandim bugun. Kutilmagan tabrik bo'ldimi siz uchun? Kutilmagan bo'ldi. Xursandmiz, sizni xursandchiligingizga sherikmiz. Mana shu loyihamizni nomi ham kutilmagan qo'ng'iroq deb bejizga aytmagan. Sizga o'xshagan insonlarni xursandchiligida biz doimo sherikmiz. Rahmat sizga ham. Juda chiroyli. Siz ham shukrona kuningizni yaxshi insonlar davrasida, yaxshi kayfiyatda qarshi oling. Barcha orzularingiz amalga oshsin. Nimani niyat qilgan bo'lsangiz, albatta maqsadlarga aylansin. Eng baxtlilar qatorida birinchilardan bo'ling. Ota-onangiz siz bilan faxrlansin. Sizdan doimo rahmatlar eshitsin. Sizni farzandlaringiz, siz bergan, tarbiya qilgan farzandlar kelajakda sizni ko'klarga ko'tarsin.
ilohim, ko'zlarim quvonar seni ko'rganda, jonimning yarmisan kulfat kelganda, sen borki baxtiyor bo'ldim olamda, dunyoda yagonam ona qizim deya barcha yaqinlaringizni tabrigini qabul qiling va Ruhshona tabrik jamoasining ijodkorlari sizga faqat eng chiroyli so'zlarni va yaqinlar baxtiga sog' bo'lishingizni tilab qolamiz. Biz ham sizni chiroyli kunlaringizda, esda qolarli, unutilmas onlaringizda doimo xizmatda bo'laylik. Rahmat. Kumush pipi, sog' bo'ling, bayramona kayfiyat sizni tark etmasin. Xo'p, mayli, salomat bo'ling. Siz ham salomat bo'ling.